Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi doirasida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi mas'uliyati cheklangan jamiyati obyektlarida yong'in xavfsizligini ta'minlashni tashkil etish bo'limi tomonidan korxonaning nasosxonasi hamda 59-son rezervuarida zilzila sodir bo'lganida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish bo'yicha maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. Dastlab barcha ishchi xodimlarga oylikning maqsad va vazifalari tushuntirildi. Ko'rgazmali texnikalar namoyishi o'tkazilib, oylikda amal qilinishi lozim bo'lgan muhim masalalar aks ettirilgan eslatma bukletlar va flayerlar tarqatildi. Metan balon bor, o'shani keyin pastga chiqaradi. O'zdan analizator. Shundan so'ng rezervuar parkida shartli ravishda sodir bo'lgan yong'inni oldini olish va bartaraf etishda korxona fuqaro muhofazasi tuzilmalari hamda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamkorlikda harakat qiluvchi kuch vositalarini yong'inni bartaraf etish, qidiruv-qutqaruv, evakuatsiya tadbirlari, avariya qutqaruv va boshqa kechiktirib bo'lmaydigan bajarishdagi harakatlari bo'yicha maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi.